Daromad keltiradigan, zakazga tayyorlaydigan Bounty retsepti bilan bo'lishaman. Avval tuxum oqini oppoq penka bo'lguncha yaxshilab ko'pirtiramiz. Keyin shakari oz-ozdan solib ko'pirtirishda davom etamiz. Qolgan massalani ko'rib turganingdek ketma-ket solib, lopata yordamida aralashtirib, qizigan duxovkada 180 gradusda 15-20 daqiqada pishirib olamiz. Biskit pishib chiqquncha esa nachinka tayyorlaymiz. Kokos strujkaga sut, sgushanное moloko, eritilgan shokolad solib, yaxshilab aralashtiramiz. Shunaqa quyuqlikdagi massa bo'ladi. Pishib chiqqan qo'shlarimizni avval 2 ga, keyin esa 4 ga bo'lib oldim. Kofeli suv yoki shirin suv bilan propitka qilib, qaymoqli krem, ketidan nachinka va yana qo'sh, ustidan yana qaymoqli krem qilib, xuddi shu tarzda davom ettiramiz. Qaymoqli kremlarni boshqa retseptimda joylaganman. Eng oxirida esa ganash qo'yamiz va xohishga ko'ra bezatamiz. Bu hayotingizdagi eng mazali shirinliklardan biri bo'ladi. Albatta tayyorlab ko'ring, yoqimli ishtaha.